Davlatimiz rahbari raisligida bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida hududlarning turizm salohiyatini yanada oshirish hamda xorijiy hamkorlar bilan amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarini jadallashtirish chora-tadbirlari yuzasidan ustuvor vazifalar belgilab berildi. Bu esa Namangan viloyatida ham turizmni rivojlantirish borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlar ko'lamini yanada kengaytirdi. So'nggi yillarda tog'oldi hududlari jozibadorligini yanada oshirish, infratuzilmasini yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalar samara beryapti. Ko'hna va hamisha navqiron Namanganga ham mahalliy hamda xorijiy sayyohlarning tashrifi kun sayin ortib bormoqda. So'lim go'shalari, dam olish maskanlari bilan ko'pchilik e'tiborini qozongan Gullar yurtining chekka qishloqlari ham butunlay o'zgacha qiyofa kasb etyapti. Ayniqsa Yangiqo'rg'on tumanining Nanay, Zarkent, Boromon, Mamay qishloqlarining xushmanzara tabiati barchani o'ziga maftun etadi. Shu bois mazkur hududlarni obodonlashtirish, turizm salohiyatini yanada oshirishga katta e'tibor qaratilgan. 2025-yilda viloyatga tashrif buyuradigan xorijiy va mahalliy sayyohlarga turli xil yo'nalishlarda qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish orqali ularning sayohatini yanada mazmunli tashkil etish, qolish muddatlarini uzaytirish, shuningdek viloyatning turistik salohiyatini to'liq namoyish etish maqsadida yangi tur marshrutlar ishlab chiqilmoqda. Videoselektor yig'ilishida ta'kidlanganidek, respublikamizdagi 36 ta tuman va shaharda turizm turlarini rivojlantirish bo'yicha katta dastur tasdiqlanadi. Bu esa turizm qishlog'i maqomiga ega bo'lgan Yangiqo'rg'on tumani Nanay qishlog'ida ham ekologik, ekstremal, etno, qishki va agroturizm yo'nalishlari bo'yicha maxsus tur marshrutlar va targ'ibot materiallari ishlab chiqilishiga zamin yaratadi. Kuni kecha prezidentimiz boshchiligida turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha videoselektor bo'lib o'tdi. Asosan prezidentimiz tomonidan turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qaror va farmonlarning ijrosi bo'yicha bo'lib o'tgan videoselektorda ko'plab yangi imtiyozlar va tadbirkorlarga ish o'rinlari yaratish va turizm sohasida amalga oshirilayotgan loyihalarni jadallashtirish bo'yicha ko'plab vazifalar qo'yildi. Xususan Namangan viloyatida 2025-yilda asosiy e'tiborni xorijiy turistlarni jalb qilishga qaratganmiz va 2025-yilda 510 mingga yaqin xorijiy turistlar tashrifini rejalashtiryapmiz. Bundan tashqari turizm xizmat ko'rsatish sohasida eksport hajmini ham 210 million AQSh dollari eksport hajmiga olib chiqish oldimizga reja qilib oldik. Bundan tashqari biz Namangan viloyatining xorijiy turistlarni va mahalliy turistlarni jalb qilish bo'yicha Namangan viloyatida 14 ta xalqaro festivallar yo'lga qo'yildi. Mana shu xalqaro festivallarni Namangan viloyatida o'tkazilishi aynan shu Namangan viloyatida turizm salohiyati yuqori bo'lgan Yangiqo'rg'on tumanida Nanay qishlog'i, Pop tumanida Choday qishlog'i, Chust tumanida G'ova qishloqlari va Kosonsoy va Chortoq tumanlarini ham asosiy o'sha turistlar jalb qilish, turistlar tashrif buyurishiga sababchi bo'ladi. Aynan shuni inobatga olgan holatda mana shu turizm salohiyati yuqori bo'lgan tumanlarimizda asosiy sohasi driver yo'nalishi bo'lib, bu yerda 77 ta 3 trillion so'mlik loyihalarni amalga oshirilmoqda. Joriy yil hisobiga yil yakuniga qadar yana 5 ta joylashtirish vositasi ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Hozir Nanay qishlog'idamiz. Nanay qishlog'i ekoturizm, gastronomik turizm, agroturizm salohiyati juda ham yuqori bo'lganligi sababli biz vodiyda ilk bora aynan shu Nanay qishlog'ida turizm qishlog'i maqomi olindi. Tabiiyki, aynan shu turizm qishlog'i maqomi olingandan keyin aynan shu hududlarimizda, turizm qishloqlarimizda infratuzilmasi yaxshilandi. Nanay qishlog'i viloyat markazidan 65 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh. Tog' yon bag'ridagi ushbu maskanning so'lim tabiati xorijiy va mahalliy sayyohlarni qishin-yozin o'ziga jalb etmoqda. Ayniqsa Podsho ota soy bo'yida joylashgan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi aholi ham o'z xonadonlarida oilaviy mehmonxonalar tashkil etib daromad topmoqdalar. Sohil ko'chasida istiqomat qiluvchi Oyshaxon Jo'rayeva ham ularning biri. Mana shu yerlarimiz tashlandiq joylarda 25 yildan ko'p mehnat qildik. Turizmni rivojlantirish uchun prezidentimiz yangi qarorlarni chiqarishyapti. Rahmat. Kuni kecha bo'lib o'tgan selektorda ham aytib o'tildi. Nanayda qancha ishsiz oilalar ishlik bo'ldi. Biz ham 2020-yildan oilaviy mehmonxona tashkil qildik. Undan tashqari bega butun pensionerlar, ayollar keladi. Dam oluvchilarning ham fikrlarini ko'rib, ular bilan gaplashib chiqyapmiz. Ular mana shunaqa soya salqin bog'larda
dam olish xohlaydi. Shuning uchun mana shunaqa soya salqin joylarda oralariga so'rilarni qo'yib, biz dam oluvchilarni qo'yamiz. Ham arzon, tinch, yaxshi dam olib ketishlari uchun tinchligini saqlaymiz. Meni bolalarim hammasi o'qigan. Doktorimiz ham bor, buxgalterimiz ham bor, tadbirkorimiz ham bor. Hammasi yozda hamjihat bo'lib, mana shu yerda ishlab turizmni rivojlantiryapmiz. Yana yangi biznes rejalarini tuzdik. Dam oluvchilarni yaxshi dam olib ketishlari uchun iloji boricha mana shu bog'ni yana ham qalinlashtirib, yangi o'rmonzorga o'xshatib bog'larni tashkil qilishga harakat qilamiz. Mahalla ahli bir necha yillardan buyon dam olish maskanlarida uzoq va yaqindan kelgan mehmonlarga xizmat ko'rsatib keladilar. Soy bo'yidagi tashlandiq joyni o'zlashtirib, tabiat qo'ynida shinam bog'zorlar tashkil etilgani dam oluvchilarga qulaylik yaratyapti. Kunlar isiy boshlagach, tevarak atrof yanada yashillikka burkansa, bu ko'chalarga fayz kirib, yanada gavjumlashadi. Shu ko'chadagi oilaviy tadbirkor Baxtiyor Abdullajonov ham Mo'jazgina hovlisida yozgi mavsumda 20-25 milliongacha daromad topyapti. Prezidentimizni turizm qishloqlariga berayotgan imkoniyatlarni ko'rib biz juda xursand bo'ldik. Do'stlik mahallasi ham turizm qishloqlaridan biri. Shu mahallada 27 ta uy mehmonxonasi tashkil etilgan bo'lib, shu uy mehmonxonasiga Andijon, Farg'ona, Qashqadaryo, Qoraqalpog'istonlardan, undan tashqari Koreyadan ham dam olish xohlab kelishyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Xursandchiligimiz sababi shundaki, bizni mana shu yerda yashayotgan ishsiz aholimiz ish bilan band bo'lyapti. Har bir xonadonda eng kamida 4 tadan odamni ish bilan band qilyapmiz hozir. Bugungi kunda sog'lomlashtirish yo'lakchasi tashkil etildi bizning qishlog'imizda, bizning mahallamizda. O'tgan yili turizm tomonidan kelib qishlog'imizda seminar o'tkazildi. Maqsad qishloqqa aholisini mehmonlarga qanday xizmat ko'rsatish sharoitlari yaratib berish to'g'risida fikr almashildi. Uy mehmonxonasining egalari borib seminarda qatnashdi. Ba'zi bir oilalar tirikchilik qilish uchun oldin qayga boshini urishni bilmasdi. Endi uyda non yopib kelyapti, patirlarni yopib kelyapti. Hayvoni bor odamlar qaymoq, sariyog' qilib kelib turib aholiga berishyapti. Bu aholimizga berilayotgan qanaqadir imkoniyatda. Bu o'shandan foyda qilib o'zlariga oilasini boqish uchun sharoit yaratishyapti. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida bugungi kunda 2142 nafardan ortiq turli millat vakillari hamjihatlikda yashab kelmoqdalar. Qadimdan mahalliy aholi beshbarmoq taomini tayyorlashga usta. Endilikda uning dovrug'i nafaqat viloyat, balki respublika bo'ylab ketgani tufayli beshbarmoq Nanay qishlog'ining tashrif qog'oziga aylandi desak mubolag'a emas. Ravshanbek Mirzaaliyev bundan 10 yil avval faoliyatini kichik xonadonda turmush o'rtog'i bilan boshlagan edi. Endilikda u tadbirkorga aylanib hududda gastronomik turizm rivojlanishiga baholi qudrat hissa qo'shib kelmoqda. E'tiborlisi, ishbilarmon shu kungacha yaqin atrofdagi 20 nafardan ortiq ishsizlar bandligini ta'minladi. Bu yerda odam doim gavjum bo'ladi. Yil har bir oyida ham bu yerda ish to'xtamaydi, odam ko'p. Men o'zim ham 10 yildan beri shu yerda ishlab oylik olaman. Ishsiz edim, ish bilan ta'minlab o'zimiz yaqinlarimiz, boshqa qo'ni-qo'shnilar, boshqa o'zimizga qarashliklar hammasi ish bilan ta'minlanib, shu yerdan oylik olib, ishlab oilamizga yaxshi daromad qilyapmiz. Kuni kecha prezidentimizni ishtiroklarida videoselektor bo'ldi. 36 ta qishloq ichida Nanayimizni yana ham turizm rivojlantirish uchun katta topshiriq e'tiborlar berildi. Biz bundan minnatdormiz. Qanchalik e'tibor ko'p qaratilsa, shuncha obod bo'ladi. Qishlog'imizga turistlar, dam oluvchilar ko'p keladi. Shu mavsumda 150 o'rinli xizmat ko'rsatish shoxobchasi va mehmon uylar 200 o'ringa yetadigan bo'ldi. Qarovsiz yerni o'zlashtirib qurilgan zamonaviy uylarda yaratilgan sharoitlar har qanday nozik didli mehmonlarni ham o'ziga jalb etishi tabiiy. Prezidentimiz tomonidan videoselektor bo'ldi. Bunda aynan turizmni rivojlantirish bo'yicha juda katta topshiriqlar bo'ldi. Biz shulardan ruhlangan holda faoliyatimizni yanada rivojlantirish, xorijiy investorlarni ham olib kelish, xorijiy turistlarni shu yerga jalb qilish bo'yicha xudo xolasa men harakatlarni boshladik biz ham. Oldin faqat Nanayga 3 oy yozda ta'til paytida kelib dam olinardi. Hozir mana yil 12 oy mehmonlarimiz ketib uzilmay kelyapti. Buning natijasida mana qishlog'imizda mana nechta odam ish bilan ta'minlanyapti. Uy mehmonxonalarini ochib, o'zlari band qilishib, qolaversa ishchi o'rinlarni yaratib, daromadlarni oshirishyapti. Endi Nanay qishlog'imiz Yangiqo'rg'on tumani, qolaversa viloyatimizning eng chekka hududi bo'lgani uchun bu yerda ishlab chiqarish va sanoat bo'lmagan. Mana shu turizm orqasidan hozir yaqin 200 taga yaqin uy mehmonxonalari tashkil qilindi. Hozir
Bundan ham ko'p, ya'ni turistni 500 taga chiqarish mo'ljallarimiz bor. Hammaga tavsiyalar qilinyapti. Turistlarni qabul qilib, shundan daromad ko'rishib, hozir hamma harakatga tushib qoldi. Namanganda ichki turizmni yanada faollashtirish uchun yangi va samarali yo'nalishlar joriy etilmoqda. Shulardan biri ekoturizmni rivojlantirishdir. Nanay qishlog'idagi sof tabiat, toza havo, noyob flora va fauna ekoturizm uchun tabiiy platforma yaratadi. Ekoturizm orqali nafaqat sayyohlarni jalb etish, balki aholining tabiatga bo'lgan munosabatini ham yaxshilash mumkin. Ona tabiatga oid maxsus turlar va ekskursiyalar orqali sayyohlar o'simlik va hayvonot dunyosi, geografik xususiyatlar bilan yaqindan tanishadilar. Bu esa o'z navbatida mahalliy aholiga turizmdan daromad olish imkoniyatini yanada kengaytiradi. Soybo'yi mahallasida yashovchi Nodirbek Nasriddinov ham oilaviy mehmonxona tashkil etishda ana shu jihatlarga e'tibor qaratyapti. Agrotum katta, xudo xolasa mana shu buzib kelajakda shu ikki etash qurib shu mehmonlar shu chiroyli sharoitlarni qilmoqchiman. Meniga yoshlarni tildirib qo'yib turibman, xudo xolasa. Ustalarga gaplashib qo'yganman. Yaqin, xudo xolasa, shu tez kun orada sheylarni yo'lga qo'ymoqchiman. Har qancha chiroyli qilsangiz, mehmon to'g'risi gap zamonaviy holatda chiroyli qilib qilsangiz, shunaqa joylarga ko'proq kelishyapti. Endi bizga to'g'risi gap mana oddiy o'zimizning joylar, ichida sharoitlarni qilib, issiq sovuq suv degandek hamma sharoitlarni, televizor, basseyn, tennis, bilyard degandek hammasini imkoniyat darajada biz harakat qilmoqchimiz. Aslida men ishsiz edim. 2 nafar farzandim bor, ayolim bor. Faqat yoz emas, qish kunlarida ham sheda shu mehmonlarni kutib, shularni qo'ldan kelgan xizmatini qilmoqchimiz, xudo xolasa. Shuningdek, ichki turizmga zamonaviy talablar asosidagi innovatsion xizmatlarni joriy etish alohida ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar, ayniqsa raqamli platformalar orqali turistik xizmatlarni avtomatlashtirish foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratadi. Masalan, onlayn veb-saytlar, mobil ilovalar orqali turistik marshrutlar, mehmonxonalar, transport xizmatlari hamda mahalliy tadbirlar haqida to'liq ma'lumot berish sayyohlarning rejalarini osonlashtiradi. Bu esa viloyatning imijini yanada oshirib, yangi investorlar va sayyohlarni jalb etadi. Umuman olganda Namangan viloyatida ekoturizmni rivojlantirish nafaqat turizm sohasini, balki ijtimoiy va iqtisodiy hayotni ham jonlantiradi. Xorijiy turistlar tashrif buyurish uchun yana ham ko'plab sharoitlar yaratish maqsadida biz o'quv seminar loyihalarini tashkil qildik. 600 ga yaqin joylashtirish vositasini xodimlarini aynan shu Nanay qishlog'i, Pop tuman, Choday qishloqlari va salohiyati yuqori bo'lgan turizm qishloqlarimizdagi joylashtirish vositalari rahbarlarini xorijiy turistlarni jalb qilish bo'yicha o'quv seminarlar tashkil qildik va xalqaro birorlash tizimlarida aynan shu joylashtirish vositalarini kirgizish bo'yicha, mehmon dasturlari orqali ishlash bo'yicha va onlayn Namanganni xaritalarga o'sha lokatsiyalarni kirgizish bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda va bundan keyin ham aprel oyining 15, 16, 17 kunlari biz o'sha Namangan viloyatida eng yirik bo'lgan joylashtirish vositalarini, xodimlarni turistlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha, sifatini oshirish bo'yicha Mehmondo'stlik akademiyasi, mehmonxonalar uyushmasi bilan hamkorlikda biz 4 kunlik o'quv seminar dasturlarini tashkil qilyapmiz va bu yo'nalishlarda housekeeping, front of manager va ovqatlanish, ya'ni o'sha restoran sohasida o'sha xodimlarning malakasini oshirish bo'yicha o'quv seminarni tashkil qilyapmiz. Namangan viloyatida 2025-2026 yillar davomida qiymati 230 million dollarga teng 4 ta yirik turistik loyihani amalga oshirish belgilangan. Bunda qiymati 100 million dollarlik yillik 100 ming nafar turist qamroviga ega Nanay turistik rekreatsion kompleksi loyihasi ham o'rin olgan. Mazkur obyektga 2025-yilning birinchi chorak yakunlari bilan 17.3 million dollarga teng xorijiy investitsiya jalb etildi. Ushbu maskanning barpo etilishi esa yana yangi ish o'rinlari yaratilishini ta'minlaydi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Yangiqo'rg'on tumanida so'nggi 5 yil ichida hududiy investitsiya dasturi doirasida mazkur yo'nalishda umumiy qiymati 146 milliard 39 million so'm bo'lgan 42 ta turizm obyektlari tashkil etilib, 310 nafardan ortiq aholi bandligi ta'minlandi. 2025-yilda esa umumiy qiymati 580 milliard 732 million so'm bo'lgan yangi loyihalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Bir so'z bilan aytganda, Yangiqo'rg'on tumanida bugun turizm sohasini rivojlantirish borasidagi imkoniyatlar yetarli. Uzoq yillarni ko'zlab amalga oshirilayotgan yangi loyihalar tuman iqtisodiyotini yuksaltirish bilan birga aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.